Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Jaydari bola kanalining obunachilari. Obunachilarimizga ilindik, ko'rib qoldik, mana shu mangal o'choqlarini zo'r qilingan ekan, havas qildikda, keyin oyijonlarimizga, aka-ukalarimizga foydali bo'lib qoladi deb ozgina bo'lsa ham sizlarga ma'lumotini beramiz. Ko'rib turganlaringiz, uzunligi 9 metr joyga qilingan. Mana bu joylarni 45 gradusga chiqarishgan akalarimiz zo'r qilib, mana Xitoy granitlarini terib berishgan. Ko'rib turgan joylaringiz 9 metr. Bitta endi tochkasiga keladigan bo'lsak, qisqa gapiramiz. Bitta tochkasi, ya'ni cho'rnavoyi hamma yo'g'i bitishi, g'ishidan tortib kafeligacha u terib berishlari, mana bu mo'ykamiz bitta tochkasi $100 ekan. Mana bu rabochiy stolimizni ham mana shu holatda keltirib berishi bitta tochka $100. Mana bu qozonlarga keladigan bo'lsa, qozonlarimiz $200 dan tochkasi. Mana bu mangalni ko'rib turibsizlar, qadrdonlar, mangalimiz juda ham hashamdor zo'r bo'lgan. Bitta tochkasi, ya'ni shu bitishi $300 ekan qadrdonlar. Faqat usta haqi aytilyapti bu yerda, material emas. Material xonadon egalaridan bo'ladi, alohida bo'ladi. Endi mana bu ko'rib turganlaring ham $200. Xohlasangiz mana shunday qilib beradi. Hamma joyini erkaklar qilib, juda ham chiroyli holatda. Tandirimiz milliy, zamonaviy tandir, ko'ryapsizlar, juda ham zo'r qilib ishlangan. Bu tandirimizni yoniga savat turadigan rabochiy stollarni ham qilishganda bitta tochka $300 ekan. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab kelishib qolsa, esingizda davlatlarga chiqilar ekan. Endi nima deydi? Fasonlarini farqi yo'q. Xohlagan kafeniz terib beradi yoki ablisovka g'ishlardan qilib berishadi. Granit, mramorlardan aralashtirib terib berishi mumkin. Nima deydi? Xohishingizga qarab, cho'ntagingizga qarab fantaziyalarni zo'rini qilib berishar ekan akalarimiz. Bugun biz Namangan Loliga yetib kelganmiz. Namanganlik haqiqiy tajriba ustakalarimizni ishini ko'rsatyapmiz qadrdonlar. Kimga shunaqangi tandir, o'choq, mangallar xizmati kerak bo'lsa, ekranda nomerlar bor, aloqaga chiqa olasizlar. Jaydari bola kanaliga obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlarga chiroyli videolarni chiqarishda davom etamiz.